Hop, assalomu alaykum. Bugungi darsligimiz Telegramda premium emoji yaratish bo'ladi. Buning uchun bizlarga Telegram kerak bo'ladi. Telegramga kirganimizda stickers deb post berishimiz kerak bo'ladi. Mana bot chiqadi. Botga kirganimizda new emoji pack o'shani bossak, bu yerda animated emoji, video emoji va static emoji chiqadi. Bizga static emoji kerak bo'ladi. Bosganimizda fall emoji your pack. Bu yerga kanal nomi yoki ismimiz yozsak bo'ladi. Instagramnikini yozib qo'ya qoling. Va bu yerda bizga PNG holatda 100 ga 100 rasm kerak bo'ladi. Biz rasmni qayerdan olamiz? Buning uchun bizga Play Market kerak bo'ladi. Play Marketga kirganimizda Pixel Lab deb post bersak, mana ilova chiqadi. 100 milliondan ortiq yuklab olingan. Va buni ochib olamiz. Ochganimizda bu bizga kerak emas, tekst. Biz mana bu yerda pastdan 4-qatordagi 4-tugmani bosib olsak, bu yerda transparent kerak bo'ladi. Ya'ni PNG holatda tayyorlashimiz kerak. Va bunga plus o'zimizga kerakli rasmni joylashimiz kerak bo'ladi. Buni galeriyadan olamiz. Xo'p, mana rasm qo'yildi. Endi buni kattartirib chiroyli qilsak bo'ladi. Mana rasm tayyor. Endi buni save as emoji qilsak, shu o'yna chiqadi. Bizga rasm formati PNG holatda export emoji custom qilamiz va bu botda bizga 100 ga 100 rasm so'ralgan. 100 ga 100 qilib olamiz buni va galeriyaga saqlab olamiz. Bu reklama, rasm saqlandi o'sha. Va galeriyaga kiramiz. Saqlangan rasmni bosib turib fayl qilib yuborishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, fayl qilib yubordik. Endi bu yerda bizga emoji so'rayapti. Emoji tashlashimiz kerak bo'ladi. Botga mana emoji tashlab oldik. Endi next emoji publish Skype qilsa bo'ladi va bu yerda takrorlanmas nimadir yozishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, mana emojimiz, premium emojimiz tayyor bo'ldi va bitta emoji qo'yib qoldik. Saqlangan xabarlarga kiramiz. Va mana biz tayyorlagan premium emoji tayyor bo'ldi mana. Buni bu yerga qo'ysak bo'ladi. Agar bizda premium bo'lganda qo'yganimizda bo'lardi. E'tiboringlar uchun rahmat. Bugungi darsimiz shundan iborat edi.